Assalomu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon Tag'il fanniy hikoyalaridan Taghil degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya Taghil at. Eli eti taychiqini elib Afrika yaylig'iga sayohatga beribdi. Bepoyon Afrika yayligi go'zallikda garchi Eli vodisidagi Norat yaylig'iga yetmasimi, ammo o'zgacha go'zallikka ega ekan. Chunki bu yayliqda uyur Taghil atlar yashaydi ekan. Assalomu alaykum. Eli eti o'tlayotgan Taghil atlarning qishig'i berib, adab bilan salom beribdi. Va alaykum assalom. deb javob qaytiribdi Taghil atlardan biri ho'sharlik bilan atrofga qarab qo'yib. Nadan kelishinglar qarindoshlarim? deb so'rabdi. Iroqdagi Afrika yaylig'ida ko'rishmagan qarindoshlarimiz bor deb anglab, Tangritig'ining shimoliy etikidan sizlarni alohida yo'qlab keldik. debdi Eli eti adab bilan. To'lim obdan bo'pti qarindishim. Biz mu Tangritig'ini nihoyat hayvatlik, Norat yaylig'ini to'limi go'zal deb anglagan. Xush gapsizlar. Qani Afrika yaylig'ining yumron o'tchoplariga eg'iz tegib beqinglar. Taghil at yiroqdan qita otlab kelgan bu aziz mehmonlarni g'izoga taklif qilibdi. "Opo, bu o'tlar o'chib bizga o'xshashmaydi ekan-ku?" deb so'rabdi tayjoq o'tlayotgan Taghil atlardan ko'zini uzolmay. "Buni avu Taghil attag'angdan so'ra", debdi Eli eti taychiqiga nerida turgan yana bir Taghil atni ko'rsatib. "O'g'lim", deb tushuntirishga boshlabdi Taghil at o'sharlik bilan atrofga qarab qo'yib. Biz Taghilotlar asosan mushu Afrika yayligi va o'rmonlarda yashaymiz. Shunga doim hujumga uchrab turmiz. Ko'ryapsan-ku, o'g'lim? Avu qarindoshlarim o'tlayotdi. Men bu yerda-chu kuzatchilik qilyapman. Biz Taghilotlarning anglash, purash, ko'rish sezgimiz bak taraqqiy qilgan. Navoda atrofimizda biror gumonliq ahvol bayqalsa, kuzatchilik qilayotgan Taghilot darhol kishnab belgi beradi. Buning bilan o'tlayotgan Taghilot to'pi darhol qochib ketadi. To'g'a, sizlarning teranglar xuddi matroslarning moykisidek olib o'taqgan-ku. Eli taychiqi ajablangan holda altirab gap qistirib so'rabdi. Biz Taghilotlar, deb gapini davomlashtiribdi ko'zatchi Tag'ilotdaga. Badanimizdagi olib aldoqsizliklar orqali bir-birimizni tanib olaymiz. Shundoqla yana muhitga moslashib o'zimizni kuchandilarimizdan qo'g'daymiz. Quyosh va oy nurida badanimizga oq-qora baldoqlar nur qaytarish va nur qabul qilish rolini o'ynaydi. Kushandilarimiz biz Taghilotlar bilan daraxt soyalarini nihoyat tezda farq qiladi. Badanimizga bu olib baldoqlar biz Taghilotlarning hayotini saqlab qoldigan qurolimiz. Endi u tushungansan Eli taychiqi. Tushundim tog'a, rahmat-da. Eli taychiqi xush bo'lib, oyoq-bo'yoqqa chepib, sakrab kishnab qo'yibdi. Taghil at bilan Eli eti uning bu sho'xliqlarga qarab kishnab ko'lib ketibdi. Kuzatchi Taghil atning kishnigan ovozini anglagan Taghil at to'pi kishandimiz kelgan o'xshaydi deb xato tushunib badar qaytishga boshlabdi. Qarindoshlarim, sizlar o'tliga sayohat qilib turinglar, men ularni qaytarib kelay. Kuzatchi Taghil at shundoq debdi-da, Taghil at to'pining kaynidan ushqanday chepib ketibdi. Shu qitimqi Afrika sayohati nihoyat ko'ngillik o'tibdi. Eli taychiqi Afrika qit'asiga oid nurg'un qiziqarli bilimlarga ega bo'libdi. Do'stlar, biz Eli taychiqi bilan birlikda Afrika qit'asiga oid nurg'un qiziqarli bilimlarga ega bo'lib oldik-a? Biz bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Undaqda oxirda dilalar adanglarga agishib tuvandagi balalar qo'shqini o'gininglarchi. Balalar qo'shqi kepinaklar hayrona. Qizil lolalar bog'da echildi. O'maq tetik balalar baqqa yeyildi. Qaysi bala qaysi gul bilib bo'lmaydi. Kepinaklar hayrona uchib tinmaydi. Kepinaklar qo'ninglar hammamiz xuncha. Ona vatan beg'ida yashnaymiz shuncha. Kichik shoirlar kesh bo'lib ketibdi. Amiz bugun bo'ldir uxlanglar jimo. Totliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.